Xo'p, assalomu alaykum treyderlar. Sizlar bilan bugun 27-noyabr DXY parasini, ya'ni dollar indeksini berilgan ideyani birgalikda razbor etib chiqamiz. O'zi bu video sal aldaroq chiqishi kerak edi. Ma'lum bir sabablarga ko'ra ishlab bilmadik. Hozir xuddi shu ideyani razborini ko'rib chiqamiz. Bu idea Telegram kanalida tashalgan. Hozir unikini ham tashalgan. Shu ideani oldin tashalgan Telegram kanalida tashalgan varianti. Ya'ni bozor xuddi shu zonada edi. Hozir kela o'la kelgan, ya'ni birinchi zonamizni ikkinchisini hurmat etib xuddi shu zonada endi biz razvorot bersak, bay qarab ko'rsak bo'ladi. Uchinchi maksimumgacha, ya'ni strukturada uchinchi external liquidgacha biza bay pozitsiya qarab ko'rsak bo'ladi. Lekin bugungi mavzu o'zi bu ideyani tashlashdan maqsad 2 или 3 dona terminni ko'rib chiqamiz sizlar bilan. Kerak bo'ladi. Birinchi biza bilishimiz kerak bo'lgan narsa korrelatsiya. Ya'ni bizada valyutalar bor. E'tibor bergan bo'lsangizlar, DXY bu dollar indeksi, ya'ni dollar indeksi. Bizada dollarni o'zi deb qaraymiz, faraz etamiz. Bizada XXX USD parasi bor и USD XXX bu bo'lishi mumkin. Misol euro USD, out USD, funt USD naqa. Oldinda euro bor, izi dollar bo'lsa, bizlar XX birinchi shablonimizda tushadi. Agar dollar XX bo'ladigan bo'lsa, ya'ni USD chip, USD CAD shunga o'xshash valyutalar. Endi bu narsani aytishimning sabab, agar birinchisi, ya'ni euro USD har doim ham emas, buy trendda bo'ladigan bo'lsa, ya'ni buy tendensiyalarni yig'indisi trend, buy trendda bo'ladigan bo'lsa, xuddi shunga naboroti USD XX sell trendda bo'ladi. Bu bo'lishi mumkin. Bunga sabab ikkisida ham dollar borligi, ya'ni ikkisida ham dollar aktivi bo'lgani uchun bular bir-biriga qarama-qarshi yuradi. Agar misol euro USD buy trendda bo'ladigan bo'lsa, funt USD ham shunga mos ravishda buy trendda bo'lishi kerak. Ayrim vaqtlar bo'lishi mumkin. Misol uchun, imенно hozir grafikga o'tib qaraydigan bo'lsak, misol euro USD sell trendda, funt range holatda bo'lishi mumkin. Imенно hozir misol uchun. Bunga sabab faqat e'tibor bergan bo'lsangizlar, bunda bizada dollarni o'zi emas, XX misol euro USD bo'lishi mumkin, funt bo'lishi mumkin. Bundan tashqari dollardan tashqari aktivni ham kuchi bor. Shuni hisobına euro paza tushganini hisobına bu funtdan ob'yom olib range holatda qolib ketgan bo'lishi mumkin. Ya bo'lmasa buy trendda bo'lishi mumkin. Ya'ni X USD bo'lgani bilan ikkisi USD bo'lgani bilan qarama-qarshi bo'lishi mumkin, lekin 70-80% holatda bir xil yurishi kerak. Bu birinchi holati. Shundan ekan bizada yana ham bo'ladi. DXY o'zi ham dollar indeksini o'zi ham euro USD, funt USD ga naborotini yuradi. Ya'ni euro USD buy yursa, funt USD ham buy yursa, DXY shartli yurishi mumkin, ya'ni sell yurishi mumkin. Bu birinchi ko'rib chiqadigan narsamiz edi. Ikkinchisi SMT sal yengilroq ko'rib chiqamiz. Bu nima degan? SMT Smart Money Tool deydi. Buni nerda ishlatamiz? Birinchi mohiyati. Bizada bir xil vaqtda yasalgan maksimumlar bor. Misol bizada o'suvchi trend 2 dona minimumlar bir-birini yangilamadi, maksimumlar o'zidan oldingi maksimum yangiladi. Bozor korreksiyaga o'tgan. Misol biza YouTube'ga qo'ygan videolarimni ko'rib chiqadigan bo'lsak, oxirgi minimumdan oxirgi maksimum Fibonacci tortiladi. OT'da bizada entry zonamiz, ya'ni xuddi shu levelga kelsa, tasdiq bersa buy pozitsiyaga giramiz. Birinchi targetimiz 0.23, asosiy targetimiz trend bilan bo'lgani uchun 0 bo'ladi. Xuddi shu holat euro USD dan, buni euro USD deb oladigan bo'lsak, euro USD ning grafikasi bunda bizada funt ham o'suvchi trendda, xuddi shunday formatsiyada. Bu ham OT zonamizga keldi. Endi nechtir sabab bilan biz buy pozitsiya ochdik, tasdiqlab turibdan qaraman. Buy pozitsiya ochdik.
Bunda ham buy pozitsiyasi ochdik. Tek profitimiz 0.23 da ili maksimumda. Bizlar boshqa narsani tushuntirjak emas, uchun maksimumga qo'yib turaman. O'zi Fibonacci bilan ishlaydigan bo'lsak, iloji boricha 0.23 ga qo'yish kerak. Uni oldingi videolarimizga e'tibor berib ko'rsanglar, to'liq tushuntirganman struktura bo'limida. Xo'p, Fibonacci'ni OTS'dan entry etdik, biza pozitsiya ochdik. Bizning tek profitimiz ikkisidan maksimumimiz. E'tibor beradigan zonamiz shu. Именно shu maksimum bu maksimum Euro USD bilan funtni ko'radigan bo'lsak, bir xil vaqtda yasaladi. Misol, buni Euro USD deb qaraydigan bo'lsak, bu bizga funt. GBP USD. Xo'p. Biz buy pozitsiya ochganmiz. Bu buy yo'nalishini davom ettirdi. Endi e'tibor bersak, Euro USD o'zidan oldingi targetni yangiladi, funt esa yangilamadi. Bu targeti qaysi? Misol bugun 27-noyabr bo'ladigan bo'lsa, 20-noyabrda yasalgan maksimum. Misol uchun 20-noyabrda, 20-noyabrda yasalgan maksimum, 20-noyabrda yasalgan maksimum. 27-числа kuni Euro USD o'zidan oldingi maksimum yangiladi. Bu degani bizning bu pozitsiyamiz tek profitni oldi. Tek profitni olsa, pozitsiya avtomatik yopiladi. 27-noyabr kuni funt esa 20-noyabrda yasalgan maksimumni haligacha yangilab bilmadi. Shu ko'rinishda turibdi. Bu holatda bizda pozitsiyamiz tek profitda xuddi shunday holatda turadi. Endi tek profit olgandan keyin Fibonacci'ni o'chiramiz, grafik sal tozaroq bo'lishi uchun. Bizda pozitsiyamiz turibdi. Bunda o'zi yopilgan pozitsiyamiz tek profit olib, pribelda yopildi. Endi bozor maksimum yangilagandan keyin razvorot berdi. Misol, shartli razvorot berdi. Bunda ham xuddi shunday holat. Bu ham razvorot berdi. Prosta maksimumni yangilamagan holatda. Ya'ni tek profit olmagan holatda razvorot, misol choch modeli. Endi sal chiroyliroq bo'lmadi, lekin razvorotli model berdi. Xuddi shu momentda biza iloji boricha pozitsiyamizni momentum yopishimiz kerak. Ya'ni shu maksimumni yangilanmagan holati bizga SMT bo'ladi. Ya'ni ICT bilan ishlaydigan traderlar ko'pchilik biladi. Bu holat bizga SMT. O'zidan oldingi maksimum yangilashi. SMT maksimumni yangilab bilmasligi, bir parada yangilab bilmasligi SMT. Lekin e'tibor bergan bo'lsak, ikkisi ham birinchi ko'rib chiqqan info bo'yicha ikkisi ham bay yurishi kerak edi. Ikkisi ham bay yurgan. Prosta GU misol 5 punkt yurdi, Euro USD 10 punkt yurib berdi. Lekin ikkisi ham trendi bay. Ikkisi ham razvorot berdi, bu ham razvorot berdi, Euro USD ham razvorot berdi. Sell. Biz sell pozitsiya kirajak bo'lsak, misol ikkisi ham razvorot berdi, biz bu maksimum yangilaganini hisobini, bu yerdagi pozitsiyamizni ham yapdik. Endi sell razvorot berganini hisobini ikkisida ham pozitsiya olsak bo'ladi. Ikkisi ham ma'lum miqdorda sell yurib beradi. Lekin именно shu holatda bizda qaranglar. Maksimumlarni 20si dedik, to'g'rimi? 20si kuni yasalgan maksimum bizda. 20si. Bu bizda 20-chisiada yasalgan maksimum edi. Razvorot bizda 27-sida bo'ldi. 27-chislo kuni maksimumlarni yangilab berdi. Ikkisida ham xuddi shunday holat. Ikkisi ham bay yurgan, prosta birisi kamroq diapazon, birisi ko'proq diapazon yurib bergan. Endi undan pastdagi, ya'ni 20 bilan 27 ni o'rtasidagi minimum, misol uchun 20 bilan 27 ning orasidagi minimum, misol uchun 23-noyabrda yasalgan. Bunda ham xuddi shunday holat. Endi biza sell pozitsiya qaraydigan bo'lsak, bo'lishi mumkin, ehtimoli katta. Bu sell korreksiya o'tib 23-noyabrda yasalgan minimum yangilab qo'yishi mumkin. Bu esa yangilab bilmaydi. Ya'ni bugun misol oradan 3 kun o'tdi. 3 kunning ichida bozor shartli yurdi. Euro USD da ham, funtda ham sell yurdi. Lekin Euro USD o'zidan oldingi minimumni, ya'ni 23-noyabrdagi minimum yangilab bilmadi. Bu esa yangilab qo'ydi. Bo'lishi mumkin, oradan 3 kun o'tgan bo'lsa, 30-chislo kuni o'zi
birisi yangiladi, birisi haligacha yangilab biladi. Bu holat ham bizda SMT bo'ladi. SMT bizda nima tushunganing? Yana e'tibor bergan bo'lsangizlar, birinchi kerak joyi SMT. Birinchi kerak joyi biz bu yerda buy pozitsiya girgan edik. Maksimum yangilaganda birinchi euro yuzidagi pozitsiyamiz tek profit oldi. Telefon jak qoldi, uzrli. Birinchi kerak yeri bizda misol euro yuzlik paramizda buy pozitsiya girgan bo'lsa, maksimumni yangilagan holatda avtomatik tek profit oldi. Bu pozitsiyamiz tek profit olmadi, lekin razvorot berganning hisobına, bu yangilaganning hisobına, bozorda SMT holatini kuzatganimiz hisobına bize funddagi pozitsiyamizni yopdik. Ya'ni plyusovoy holatda yopdik. Shartoviy pozitsiya qaragan birinchi holat shuning, ya'ni pozitsiyamiz qaysidir para bilan, misol oltin bilan kumush bo'ladi. Euro USD, funt USD, DXY bo'lishi mumkin. Keyin indekslarning o'zida har qaysi o'zi bilan bir xil yuradigan paralar bilan SMT holatini kuzatishimiz mumkin. O'zim yevroda ishlaganim uchun funt dollar indeksi bilan SMT qaragan holatda pozitsiya giraman. Sizlar ham buni o'zlaringizda ko'rsangizlar bo'ladi. Endi birinchi holatda pozitsiyamizni tek profit bir pozitsiya bir aktiv tek profitdan olsa, birsi yangilab bilmasa, shu holatda pozitsiyamizni plyusovoy holatda yopishimizga yordam beradi. Ikkinchisi esa misol uchun bizda o'suvchi trend bor. O'suvchi trend shakllangan. Misol uchun. Endi biza nani OTC zonasidan kelishini kutib turibmiz. Agar euro USD da OTC zonamizga kelsa, funt USD gamasdan razvorot berib qo'ysa, ya'ni birsida kelgan OTC zonamizga euro USD da как OTC zonamizga keldi, bunda kelmadi. Ya'ni men buy pozitsiya girjak edim. Misol funtda buy pozitsiya girjak bo'lsam, OTC ga kelmagan holatda qaysidir zonadan buy yetib qoldi. Agar euro USD ga kelganini ko'rsak, biz SMT holatini kuzatib turib, SMT bilan sal ertaroq pozitsiya qarasak bo'ladi. Bu yerdagi holati bizani momentum kichkina time frame da biz bozorni yasalgan strukturasidan. SMT ning asosiy qoidasi bir vaqtda yasalgan, ya'ni bir vaqtda yasalgan maksimumlar va minimumlarni bir parada yangilanib, bir parada yangilanmasligi SMT holati deb qarasak bo'ladi. Endi bu euro USD bilan как funtni SMT holatda bo'lsa, bular buy yurigan holatda DXY bizlarning naborotuna yuradi. Qaranglar. Euro USD o'zining oldingi targetni yangiladi, funt yangilab bilmadi. DXY ham o'zining oldingi 20-noyabrda yasalgan minimum yangilab qo'ygan bo'lishi mumkin. Shundan gap chiqib, biz SMT holatida uchisini bir-biriga qo'shsak bo'ladi. Shunday ekan, qaranglar. Hozirgi imенно grafikka o'tib turib, sal kattaroq time frame da dailyda H4 da o'zlaringiz zadaniya, ya'ni navdir o'rgangandan keyin realniy bozorda o'qishim yo'qmi? Bir marta, ikki marta kuzatib yurib, bir oy, 2 oy davomida xuddi shu SMT holatini o'zlaringiz biladigan strategiyaga qo'shgan holatda realniy momentda opit yig'ib olsangizlar bo'ladi. Keyinchalik xuddi shu instrument bilan savdo etib, pozitsiyalaringizni plyusovoy holatda saqlab qolish entry levelizga kelmagan holatda ham razvorot bersa, pozitsiyaga qo'shilib olishni o'rganib olsa bo'ladi. Endi DXY da esa shuni naboroti bularga teskari bir xil vaqtda yasalgan 20si minimum 23-noyabrda maksimum yasaladi. 27sida minimum yangilaydi. Xuddi shu holatni DXY bilan euro USD funt uchisini momentum SMT holati nerda bo'lgan? Shuni kuzatsangizlar bo'ladi. Ben DXY parasına sel qaraganim sababi birinchisi euro USDda xuddi shu 1-avgustda yasalgan maksimum yangilashini haligacha kutib turibman. DXYda esa xuddi shu maksimum yangilangan. O'tgan haftalik switchkamiz o'zidan oldingi likvid yetgan maksimumni уже пересвип qildi.
Ya'ni xuddi shu SMT holati shu yerda kuzatilgan. Euro yuziga o'zlaringiz o'tib ko'rsangizlar, xuddi shu maksimum yangilanmagan. Ya'ni qaysi bu? 5-noyabrda yasalgan maksimum yo'q. To'g'ri ekan. 5-noyabrda yasalgan maksimum haligacha yangilanmadi. Undan oldingi maksimumlar ham yangilanmagan. Bunda euro desa naborot bo'ladi. Minimumda shakllangan bo'ladi. SMT holatining yuksak. Bu likvidlarni yechgani, DXY likvidlarni yechganini hisoblab men xuddi shu momentda sell pozitsiya qaraganman. Ya'ni sell pozitsiya, sell trend davom etishi kerak bo'lgan. Bu birinchi sababi. Ya'ni trendni aniqlash uchun kerak bo'ladigan SMT holati. Divergensiya deyiladi ko'p yerlarda. Har kim har xil ishlatadi. Undan keyingisi yaxshilab e'tibor bersak, bir dona candle'ni maksimumini buy stop, minimumini sell stop deb belgilangan. Bu nima degani qarang. Birinchi bozor o'zlarining minimumni yangilagan, keyin maksimumni yangilab, razvorotli model bergan holatda hafta yopilgan. Keyingi hafta ochilishi bilan adashmasam sell trend davom etgan. Ya'ni keyingi hafta ochilishi bilan sell trend davom etdi. Men bu yerda imbalans ishlashini kutganman, lekin imbalans buzib o'tilib, IFVG bo'lib qolib, IFVG dan yana shartoviy pozitsiya bergan bozor yaxshilab e'tibor bersak, imbalans o'rnab olgan, imbalansni hurmat etmay buzilgan, bozor qaytib kelib shu imbalans IFVG vazifasini bajarib, yana ham shartoviy pozitsiya qarash uchun shans bergan. Ya'ni baya işte bu korreksiya bermagan, buzib o'tilib, sela farmasiya bergan. Baribir ishlaydi. Hozirgi momentda yaxshi kela yo'lda turibdi. Shu hisobni tasdiq bilan buy pozitsiya qarab ko'rsak bo'ladi. Bu uchun ham hali отдельный haftalik tahlil chiqariladi. E'tiborli bo'lib tursak, unda ham asosiy buy tasdiq bersa qo'shilib olsak bo'ladi. Hozircha men pozitsiyada emasman. Bozorni nechta bir yaxshiroq formatsiyaga kelishini, yaxshiroq fazaga kelishini kutib turibman. Endi double porch modeli deyiladi bu model. Ya'ni buy stop, sell stop. Bu nerede ishlaydi? Double porch haqida ham gaplashamiz. Bugun qisqa entry modellar, SMT, valyutalarning bir-biri bilan korrelatsiyasi, shular haqida gaplashib o'tamiz. Xo'p, double porch. Misol uchun biz strukturani yaxshi bilamiz. Misol strukturani YouTube'da videolari bor. O'suvchi struktura davom etib turgan bo'lsa, minimum yangilanmagan holatda maksimum yangilanib borayotir. Bu bizga buy pozitsiyaga girish uchun shans beradi. Buy pozitsiyaga girish uchun endi bizada men o'zim YouTube'ga qo'ygan videolarim bo'yicha ishlaydigan ideya aytadigan bo'lsak, Fibonacci'ni OT zonasidan keldi bozor. Ya'ni OT zonaga keldi. OT zonaga kelishi bizada asosiy minimum mavjud, asosiy maksimum mavjud. OT ga kelishini biz M5 time frame o'tamiz. M5 yoki M15 qaysi time frame'da chiroyliroq ko'rsansa shu. Ya'ni M5 time frame o'tsak bizada H4 time frame'da 4 dona yoki 5 dona candle shartoviy yutib bergan bo'lsa, M15 da bu ko'proq candle bo'ladi. Bizga yaxshi kerakli struktura yasalishına yordam beradi. Ya'ni imbalans zonaga keldi. O'zlarining minimum buzib qo'ysa struktura buziladi. Imbalans zonaga kelib bozor imbalans tapman. OT zonaga keldi. OT zonadan biza bozor baya korreksiya berdi. Ya'ni bizga cho'z formatsiya. Qaranglar. Именно shu momentda qaranglar. Katta high time frame buy'da, ya'ni katta time frame'da ham yo'nalish buy pozitsiyaga kirishimiz kerak. Lower time frame, ya'ni kichik time frame'da ham tushuvchi trenddan bozor cho'ch berganini hisoblanib o'suvchi trend o'zgardi. Ya'ni M5 time frame'da ham bizada buy formatsiya shakllandi. Endi biza yana shu biladigan narsamizda, ya'ni oxirgi minimum, oxirgi maksimum bozor OT ga kirsa, biza buy pozitsiya ochishimiz kerak. Bu holatda biza agressiv savdo etadigan bo'lsak, stop lossimiz oxirgi minimumda, take profitimiz 0.23 da ili maksimumda bo'lishi kerak edi. Agar biza tasdiq bilan pozitsiyaga kiradigan bo'lsak, stop lossimiz minimumda, take profitimiz 0.23 zonasida ili asosiy maksimumda bo'ladi. Hozirgi ko'radigan narsamiz bu haqida emas. Ya'ni biz xuddi shu tartibda pozitsiya ochdik. Ya'ni katta time frame'da yo'nalish buy. Kelaola keldi. Katta time frame'dagi 50% dan pastına korreksiyaga o'tib, OT zonamizga keldi. Kichkina time frame'da tasdiq formatsiya berdi. Uji bozor bizga kerak bo'lgan 3 sagni yurib berdi. Biz 4-chi sag pozitsiyamizni ochdik. Lekin
hurmat etmagan holatda bozor stop lossimizni oldi, ya'ni minimum yangilab qo'ydi. Bizada stop qaysi fazada bo'ldi? Qaranglar. Kichkina time frame'dagi qilgan entry'miz stopimizni oldi. Ya'ni bunda biza stop loss olmadik. Ya'ni katta time frame'dagi deganimizni stop loss pastda. Biza momentum girgan pozitsiyamiz, bu yerda girgan pozitsiyamiz stop lossini oldi. Bir stop loss qo'yib, take profitimiz maksimum. Bizning momentum girgan pozitsiyamiz stop loss oldi. Xuddi shu parametrda bizada hali yo'nalish o'zgarmadi degan, katta time frame'da yo'nalish o'zgarmadi degan. Qachonki bu go'k bilan belgilab qo'ygan minimumimiz buzilsa, xuddi shu minimum buzilsa, bizada stop loss olgan bo'ladi. Bu yerdagi holati xuddi shunday fazada turibdi. Misol uchun hali stop loss olmadi. Minusda bo'lsa ham hali stop loss olmadi. Grafikni sal tozalaymiz endi. Stop loss olgandan keyin bu отработкасы bir marta pozitsiya ochdik, stop loss oldi. Hali katta time frame yo'nalishi o'zgarmadi. Bu bizlara buy stop. Sell stop bo'ladi. Ya'ni bozor ikki taraflama igroqlarni o'yindan chiqadi. Ya'ni sell trendda, kichkina time frame'da sell pozitsiya kirakka o'tirganlarni tepaga buzib o'tgan, oxirgi maksimum buzib o'tganini hisobini sell igroqlarni o'yindan chiqadi. Ya'ni buy side liquidity yechildi. Biz buy pozitsiya girdik. Xuddi shu levelda buy pozitsiya girdik. Bizani ham o'yindan chiqadi. Ya'ni ikki taraflama tiska bo'ldi bozor. Bu double force modeli bo'ldi. Double force'dan keyin xuddi shu yerda, ya'ni xuddi shu fazada buzilgandan keyin bu manipulyatsiyaning faza deb aytsak bo'ladi. Entry model topib turib, bundan ham kichikroq time frame girib entry model topamiz. Momentum o'zida entry model topamiz. Switchnoy formatsiyadan entry model topib turib, biza buy pozitsiya qarasak bo'ladi. Ya'ni birinchi qaysi tarafni yangilagan bo'lsa, birinchi maksimum yangiladi. Xuddi shu yangilagan maksimum bizga target bo'ladi. Ya'ni xuddi shu levelda biza buy pozitsiya qo'shilib bilsak, tasdiq bersa, take profitimiz maksimumda, stop lossimiz bilmadim nechta, biraz momentum yasalgan minimumda qo'yib, tasdiq bilan pozitsiya girsak bo'ladi. Birinchi take profitimiz likviddan eskirgan maksimum, ikkinchisi asosiy maksimum aytib girsak ham bo'ladi. Bu double force modeli. Ya'ni biza avvalgi bilgan cho'ch modelimiz stop loss olsa, bu отработкасы. Lekin inobatga olinglar, men katta time frame'da yo'nalish bayda, katta time frame'da yo'nalish levelda turibdi. Strukturniy holat hali buzilmadi. Entry bilan pozitsiya girdim, stop loss oldim, lekin pastga tushgan vaqtimda ham entry model kutib, tasdiq bilan pozitsiyaga turibman. Hamma narsa to'g'ri ketma-ketlikda bo'lishi kerak. Imенно zo'r model minus bo'lgan vaqti to'g'ri qo'llab bilishimiz kerak bo'ladi. DXYda xuddi shu holat shakllangan. E'tibor bersak, bozorning maksimumi, menimcha o'zining maksimum yangilagan, minimum shakllantirgan. Bozor bu one candle, ya'ni bir candle yasalgan minimum yangilagan birinchi, keyin maksimum yangilab berib, keyin birinchi qaysi tarafni yangiladi? Birinchi minimum yangiladi. Shuni hisobidan minimum target bo'ladi. Bozor minimumni impulsioniy holatda yangilab berib ketgan. Ya'ni bu yerda SMT bilan birga double force modeli ham qo'llanilgan. Double force modeli ham yaxshi model, yaxshi formatda qilgan minuslarimizni отработка etish uchun zo'r modellardan biri. O'zim ham idealarimni ko'rsangizlar, chiroyli shakllanganlarni kanalga tashlab, auditoriya bilan ulashib boraman. YouTube'ga endi qo'shilganlar uchun kanalning linkini pastga qo'yib qo'yaman. Double force'ni yana bir yeri xuddi shu minimumda nechta tartibda entry etsa bo'ladi. O'zlaringiz grafikda xuddi shu modelni bekitib ko'ringlar, ya'ni test etib ko'ringlar. Xuddi shu minimumda nodir model shakllantirib beradi sizlar entry etib olishlaringiz uchun. Shu narsani o'zlaringiz izlanib ko'ringlar. Aktiv bo'lib tursangizlar, uni ham YouTube'ga qo'yib beraman. Hammaga rahmat. Sizlar bilan Otabek bo'ldim.